Abdulaziz, mana bu telefonni musorga tashlab olibgan. Voy, aka tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ertalab chiqib ketayotganda 100% edi. Ishlatganim yo'q. Kechgacha 20% bo'lib qoldi. Okami. Hozir Nasrokada bir ikkita funksiya bor, o'chirib qo'yaman, bo'ldi, zaryadkasi ketmaydi boshqa. To'g'rilasa bo'ladimi? Конечно. Qani ko'rsatchi. Xo'p, aka qarang. Birinchi bo'lib Nasrokasiga shundoq kirasiz va mana shu yerda основные funksiyasiga bitta kirib turib, buni sal pastrog'iga tushsangiz, обновление контента degan yozib turibdi. Ustiga bitta bosasizda, mana mashta turgan hamma yoqib turganlarini bitta-bitta o'chirib chiqasiz. Bu ham zaryadkani normalniy qilib qo'yadi. Va bu yana eng tepasida yana bitta обновление контента degan razdelga bitta kirasiz va mana shu yerni выключить knopkasini bosib qo'yasiz. Keyingisi bo'lsa, sal pastroqqa tushsangiz, konfidensialность безопасность degan yozib turibdi. O'sha razdelga bitta o'tamiz, отслеживаниеga kiramiz va mana shu yerdagi mana hamma yoqib turgan mana shu funksiyalar zaryadkangizni normalniy qilib qo'yadi. Bularni ham bitta-bitta o'chirib chiqasiz. Bo'ldi, aka, tayyor. Tushing. Gap yo'q ekan. Bunaqa ma'lumotlar olish uchun nima qilish kerak? Terabyte Yunusobod akkauntiga obuna bo'lib qo'yish kerak.